dadamning yanfoni. Bir kuni ishxonada aldirash ishlayotgan edim. Yanfonim tuyuqsiz sayrab ketdi. Dada, tinchlikmi? Men sana sal turib, to'xta, boshqa gapmi yo'q. Biz xudishliq. O'zingcha qanday qaraq turdi? Men yaxshi dada. Jiddiy material yozayotgan edim. Boshqa gap bo'lmasa, voy yo'qab ketding-ku. Anang bilan ishimiz sendan ansirab qoldik. Voycan, men tega tungun bordim-ku. Qiziq gap qildi ekansan. Voy balam, sen chorshanba kuni kelgancha kelmading. Biz bugun kavo mantisi atgan. Tushda kelalamsan. Men savirsizlik bilan javob qaytardim. Qiziq gap qildi ekansan dada. Tungun shu chorshanba-ku. Shundaqmi? Yana kelsang bo'laverdi-ku. Ko'rgimiz kep qoladi ekan emasmi? Tushda seni saqlaymiz hamsa, ha? Ha, ma'qul, men boray. Men erinchaklik bilan telefonni qo'ydim-da, tortib qo'yib, ishimga jiddiy kirishib ketdim. O'ylab baqsam, dadam bilan telefondagi mushundoq dialoglarimizda dadam asosan yo'qib ketding-ku, kelmading-ku degan so'zlarni ko'p ishlatar ekan. Men bo'lsam, ko'nglinglar nimani tadidi, nima og'ish baray degan so'zni ko'proq ishlatar ekanman. Onam bo'lsa, dadam bilan biz ikkimiz telefonda so'zlashayotganda qo'shiq sag'ash turadi. Balam, onang seni odul kelaversin, bir narsa olaman deb avorib bo'lmasin deydi. Uyda hamma narsa borkan, men bugun bozorga berib, savdolik qilib keldim. Demasam uyga hech narsa lozim emas. Uyga odul kelavergin, ha? Bir kuni tushda cho'ng uyga berib kelish niyatida oldinroq ishdan tushdim. Yo'lda ketib etib, dadam telefon qilib qolguncha, men avval telefon qilib olaychi deb yonfonimni qo'limga ilib, nomerlarni bosqicha telefon kelib qoldi. Balam, tinchlikmi? Yo'qab ketding-ku. Bir taxsa o'pkesib kelib qolgan edi. Tarqamida birga o'ltirib, qiziqida yaylimo deb telefon qilib edim. Qandoq? Kelalamsan ya? Rahmat dada. Men sana telefon qilay deb turgan. Mening bugun jiddiy ishim bor. Atibasan bo'lamdi. Men ularni hayron qoldirish uchun qasdan shundoq degan edim. Dadam ko'ngli yerim bo'lgandek. Voy, sening ishingmi tugamaydi ekan zodi. Bari bir tushlik tomoq yeysan, maslahatlashadigan boshqa ishlarmi bor edi. Biz shu tariqada tog'dan so'zlashib yurib, men uyimizning oldig'imi kelib qolgan edim. Dadam yashnab qolganiga, kasalchan ekanligiga boqmasdan, onamning kasalini davolatishning, qarindoshlarimning turmush, uy ishlarining g'amini yeydi. Bu haqda ko'pincha holda telefonda men bilan fikrlashadi. Men eshik oldiga kelib qolgan bo'lsam-mu, yanfon paranglarimiz davom qilyapti. Men qasdanga telefonni qo'yib o'tmay, eshik qo'ng'irog'ini bosdim. Dadam yanfonni qo'lqo'ga yaqin akilib, menga so'zliginicha eshikni ochdi. "Voy, men ishni qarmamdigan. Sen yo'lda kelayotganmidda?" Biz qaqoqlab kulishib ketdik. Bir kuni ishxonadagi ishlarimni balduroq tugatdim-da, o'zimni to'liq yengillab qolgandek his qildim. Xo'sh, endi nima ish qilishim kerak? To'g'ri, dadamga telefon qilay. Xuddi dadam oldimda telefon qilib qoldigandek jiddiylashib. Men darhol dadamning yanfon nomerini bosdim. "Voy, dada, tinchlikmi?" "Ha, balam, biz yaxshi. O'zingcha qanday qara? Bugun kun g'aribdan chiqqandek turadi-ku." Dadam shundoq deb kulib ketdi. "Bugun tushda ko'rishib kelay degan edim. Ko'nglinglar bir narsani totamdi. Shuni og'ish baray deyman." "Voy bo'ldi, kelavergin balam. Bir narsa olaman deb xijolat bo'lma. Uyda hamma narsa bor." Dadam ko'pincha hollarda digili unmaydi. Ba'zida meni xush qilish uchun bo'lsa-mu, xushaq-tushak narsalarni buyurib qo'yadi. Uyga hozir bordig'inim aniq turibmi?
ba'zida uzundan uzun telefonda so'zlashib ketdik. Men ba'zida Dada, men yo'lda kelyapman. Qolgan gaplarni men borganda uyda o'ltirib deyishmaylimi? Desam, Nemiga oldiraysan bolam? Uyga kelgandimi deyishadigan gaplarimiz jiq deyman. Yodimda bachaqda davolay-ya. Shundoq deb kulib ketadi. Men dadamning yonfonini xohlagan vaqtda ursam, mangu ulnayverdigandek. Menga dadamdan har kuni digudek yonfonlar kelib turdigandek o'ylab ekanman. Bexud yashab ekanman. Afsus. Minglarcha afsus. Yillar o'tib, dadamning yonfoni telefon qilsam sayramaydigan. Dadamdan menga telefon kelmaydigan bo'ldi. Mubada buning sababi telefon batareyasida to'xtamganlikdan. Telefon haqqi to'lanmay to'xtab qolganlikdan. Yutib ketganlikdan yoki o'g'ri og'anlikdan. Buzilib qolganlikdan bo'lgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'lgan bo'ladi-ya. Ammo dadam yonfonini to'nglatqining ustiga qo'yib, doktorxonaning jiddiy kasalliklarni kuzatish uyga kirib ketganicha, uyga emas, bizni tashlab bakmo yiroq joylarga ketgan edi. Men shundala tushdan uyg'ondim. Dadamning yonfoni sayramas bo'lgandan keyin yonfon suhbati xumori qalbimda o't bo'lib yinishqa boshladi. Vaqt uzargan sari bu o't pasaymakdi yo'q. Bargan sari kuchayib, butun vujudimni shiddat bilan kuydirishga boshladi. Dadamning oksigen sumirgach radio anglab yotgan holati. Chaqiliq o'rindiqda o'ltirib, marujni yeyitib, yonfonni jiringlasa, qo'yin yanchiqdan asta yonfonni chiqarib, xuddi omoq bolalardek so'zlashib ketishlari ko'z oldimdan zoti ketmadi. Dadam kelgan telefonni tamkinlik bilan oladi. Qarish taraf kim bo'lishidan qat'iy nazar, nihoyat takalluf bilan so'zlaydi. Yetib aramagan chog'da kelgan telefonni xuddi qarish taraf ko'rib turayotgandek atoyidan o'ltirib oladi. Men dadamning yetib turib yonfonda so'zlashganini ko'rib boqqan emasman. Dadamning yonfoni garchi sirlari tushishga boshlagan, odatdagi kunubquliq yonfon bo'lsa-mu, yangi ekranliq yonfonlarga almashtirishni xohlamaydi. Bu yonfonning ovozi so'zi so'zlashkilib bo'lgandan keyin bo'lmadimi bola? deb turib oladi. Dadamning qo'yniga silib yuradigan chaqqan bir yonfon nomer daftari bor edi. Yangi telefon nomerini xotirlab qo'yganni hisobga olmaganda odatda ancha ko'p ichib ko'rib ketmaydi. Lekin qo'yin yanchiqida saqlaydi. Dadamning asli tutish qobiliyatiga biz hayron qoldik. Yonfon daftaridagi mutlaq ko'p qism nomerlarni yodqa biladi. Dadamning vafotidan keyin uning ishlatgan narsa keraklarini qarindoshlarim bilan yodgor qilib ilishganda, men dadamning o'sha suyumli yonfon daftarini xotir qilib saqlab qo'ydim. Dadamning yonfoni bo'lsa, o'zi doim qo'yib qo'ydigan to'nglatqining ustida turaverdi. Anam yonfon ishlatishni ancha yoqtirib ketmaydi. Talatuzga ko'p chiqmag'achqa, odatda uning bilan uydagi muqim telefon orqali aloqalashadi. Har qitim onam bilan ko'rishga borsam, dadamning yonfoniga qarab, cho'nqur o'ylab qotadi. Men har qitim yurtga borganimda dadamning qabrisini yo'qlab, qalbimdagi bu o'tlarni pasaytmoqchi bo'ladi. Men bir qitim dadamning qabrisining bosh tarafiga o'tib, yenik pichirladim. Dada, yo'qib ketding-ku. Endi kelmamsan? Jinim dada, meni kechirgin. Sen qilgan telefonlarni erinchaklik bilan oqilib qildim. Aldirashlikni sabab qilib, gaplarimni to'liq tegilib qo'ymay, telefonlarimni qo'yib o'tishlarimda. Qiziq gap qildi ekansan. Men tungun tiqib bordim-ku deyishlarimdan. Necha kunlab telefon qilmay, seni ansirtishlarimdan pushaymon qilaman. Qattiq pushaymon qilaman. Men endi uni oladigan qochini natin topaman. O'sha nodonliklarim uchun ming beshim bilan 100 ming qatim ta'zim qilib, sendan afv so'rayman. Dada, meni kechirasanmi? Bu jahonning oldirash ishlari
ish tugaydigandek emas. Ammo dadam tugab ketdi. Men xiyol dengiziga g'arq bo'ldim. Dadam qabri ichida xuddi uyqudan uyg'ongan odamdek yotgan yeridan asta qopib o'ltirib, ko'zoynagini taqab, ikki yenini sipab, yanfonni izlab, menga telefon qilmoqchi bo'libdekmish. Menmo, "Ha, dada, bugun kun g'aribdan chiqdimi ya?" deb kulimsirab qarab demishman. Afsus, xeyli uzun sukut turgan bo'lsam-mo, qabrdan hech qanday sado kelmadi. Shu topda dunyodagi eng egiz cho'qqilarga yonishib chiqib, "Jinim dada, meni kechirgin" deb qattiq varqirab, ovozimni dadamga anglatqim keladi. Men aslimga keldim. Dadam endi menga telefon qilolmaydi. Men urgan telefonlarni ololmaydi. U shu kunubqiliq odatdagi yonfonni, men uchun eng qimmatli yodgor yonfonini uyda qo'yib, mana bu qabr ichida mangulik uyquga ketgan edi. Bir kuni ishxonada o'ltirib, yonfonimdagi dadamning yonfon nomeriga tikilib qarab qoldim. Yillar o'tgan bo'lsa-mu, bu nomerni yonfonimda dadamning ism familiyasini kirgizib saqlab kelayotgan edim. Tuyuqsiz g'alati bir xiyol turtkisida ishlatmagili uzun bo'lgan bu nomerga telefon qilib boqqim keldi. Nomerni nihoyat zo'r g'ayrat bilan besib boqdi. Ulandi, telefon ulandi. Buningga qattiq hayron bo'lib, men bir hazo saqladim. Xeyli uzundan keyin qarshi tarafdan ovoz keldi. "Qandaq ahvoling bolam? Obdan turdingmi?" Yanaqtaqlar partilgandek, chaqmoq chiqib, guldirmama guldirlagandek bo'ldi. Butun vujudimni tasvirligisiz bir hayajon, xushallik, jiddiylik, baxt tuyg'usi mastqush qilgan edi. Men bir hazog'icha o'pkada qizirib turib, hech nima deyolmadim. Amaliyotda telefonni onam olgan edi.